Xullas mana safimizga Jahongir ham qo'shildi. Musoqon aka va boshqa insonlar. Xo'p, Rustamjon, nima? Botirjon o'zi kelgan. Eshik tagida oxunib bilan ko'rishyapti. Bu yerda hozir. Planni hozir ko'rib, keyin bu yerda hozir hamma pang'ir-pong'irlar bilan o'xshashimiz kerak edi. Vatata-vatatu. Dilimlar jim. Bo'lmaydi. Faqat qarsak. Anaqa. Hop, Dilmurodjon o'sha narsani olib kelish kerak pankaloqchi. U jigar serverisi xonadonga kirib video qilayotgan ekan, yarim soatda kelar ekan. Endi biz planimiz ketadi 11da. To'g'ri. 11dan kela olmadik. U 10:30da kelib qo'ydi. Erta kelib qoldi. Ozgina erta kelib qoldi. Plan buzib. To'g'ri Mardon ayol. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, tuzimizlar. Salom alaykum. Men sir salomim qoldimi olinmoqda. Bu o'lchasi. Qanday yo'q? Kattasi bu yo'q. Keyin nima qilamiz, baqa o'tib turing. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Shu narsalar bilan ko'cha yotib yurgan. Bu necha ming kilometrdan hozir kelyapti. Palatka. Endi jim. Ana. Lekin ko'rib xursand bo'lasiz. Kim olib kelganman? Ha? O'ylab toping, kim olib kelganman? Bitta odam shu ko'rsangiz xursand bo'lasiz. Bitta odam olib kelganman. Nima deydi kim ekan? Ha, Bir ushlab ko'rsam bo'lar. mana. Ha? Mana uni ham ko'rdik. Bu ikkinchi qo'li. Kim bor endi bitta qo'li katta, bitta qo'li kichik. Mana buni shu ko'rchi. Bu qo'llar yumshoqligida ayol kishi. Mana nari qo'lingizni bering. Mana bu ikkinchi qo'lni ham shu ko'ring. Bu chap qo'li bu. Bu qo'l qattiq qo'llar. Ha? Ko'rsatishlar Kim bor? Endi mana o'zi. Ha? Kichik qo'l. Ya o'zi hozir ushlagan qo'llar bitta odamning qo'li. Yo'q, Endi o'sha ko'ring endi. qo'li o'zi zo'rg'a turib qoldi. Ha? Unaqa katta biqtiqlar. Ya shu boshqatda ushlaydi o'sha qo'lda. Bering-chi. Bu qo'lni ko'p ushlagansiz. Ha? Ay, mana bu qo'lni ham ushlab ko'ring. Katta ko'pchilik ekan. Yo. Yana ushlab ko'ring. Hali uzunlik bor bu. Bizda kim uzuq taqardi? Mardon opammi yo'q? Mana buni ham ushlab ko'ring-chi. Kimni o'ylaysiz buni? Ha? Bu kichkina bloger Mardon opam ekan. Yo'q. Ha? Bo'lmasam 1, 2, 3 ga ochamiz. Orqaga qarash yo'q. 1, 2 orqaga qarab o'tiring. Kimlar bu? Kimlarmi? Ha. Mana Mardon ayol topdingiz. Mardon opam keldi. Assalomu alaykum. Значит, pochtashyapti. Keling. Keling pochta. Bilmay qo'ygan bo'laman. Yo, siz adashmasa to'g'ri ayting-da. Qo'ygan bu. Qo'ygan nima dedi? Yo'q. Xo'p. Abdumalik hoji hozir. Hoji deyapti. Namanganliklar. Mansur ekanlar. Ha? Mansur ekanlar. Gap yo'q. Zo'r. Gap yo'q. Gap yo'q. Necha ming kilometrlardan keldi-ya. Lekin planlar umuman boshqacharoq edi. Erta kelmaslik kerak edi. Umuman boshqacharoq edi. To'g'rimi? Dilmurodjon yetib kela olmadi-da. Dilmurodjon yetib kela olmadi. Mayli, men boray. Ha. Xullas oshpazingizni. Ketsiz. Yasayvonga, Suvliariqqa birinchi bo'lib, Mahmud oldiga. Bular o'zi bormoqchi bo'ldi. Mana siz buzilgan paytda. Mayda tegmen dedim.
o'zi qiyinchilik yo'l kelsin dedim. To'g'rimi? To'g'ri. Bitti ishda oxirigacha yetish kerak-da. Kimda borgan ham palonchi bordi, endi balki o'z xotirjam obunachilaringiz ham shu bemalol bo'lib qolmasin deb biz bormadik. Yaxshi oldingizmi? Lekin shu obunachilar singari biz ham kuzatib turdik. Ha, ona kuzatib turdik. Buni kuzatib. Bir kun to'rttalishlar video qo'ydingiz, ona kuzatdik. Xursandman, hali nima deb ustozni nazarini o'ziga jalb qilib, ustozni muxlis qilishmoqchi. Ammo xavotir ham oladi. Endi ishga kiramiz endi yuringlar obunachilar. Bilasa savol. Oyog'ingiz qanday hozir? Mana yurib kelyapsiz. Oyoq hozir charchash Yo'q. Oyoq qotib ketgan. Ona otgan, ama hali yotib ertalab turadi-ku. Turganda mana tepa tortadi. Bir qator. Bir qator mana tomir tortishga o'xshab tortib oladi. Keyin Yo'lda kutib olgan obunachilar gaplaringiz bo'lsa gapiring. Gapiravering. Ko'pchilik mana kutib oldi, juda ko'pchilik mana joy berdi. tanimayman, bilmayman, ko'chada ko'rishib kutib oldilaring hammalaringga kattakon rahmat. Kimdir malades deb, kimdir bir duo talab bo'lib nima bo'lsa, xullas kutib oldilaring. Men hali o'ylagandan ko'ra ham ziyoda bo'ldi. Ayniqsa maqqa kelganda men o'ylamadim. Dangal bunaqa kutib olsizlar deb o'ylamadim. Lekin rahmat shunchalar hamma kutib olganiga. Kim nima tilak tilagan bo'lsa, har doimgi gapini yo'lda boshladim shu gapni gapirishdi. Kim nima tilak tilagan bo'lsa, Xudoy taolo barakotli qilib bersin. Qanchalik ko'paytirib berishini Xudo o'zi biladi endi. Shunaqa. Sog' salomat ko'p turganda, sog' salomat yetganingizdan xursandmiz. Xudo xolasa endi hojilarga ham shu piyodalarda valizepdami. Shu. Bo'lishi nasib qilsin. Havosini oldik endi. Boshiga bo'lsa kerak. Ya endi Rossiyadan ag'iga necha kilometr o'zi? Rossiyadan ag'iga ancha bor. Ha. Hozir endi keyingi videolarda aytaveramiz. Bo'lsa kiramiz, ha? Kiramiz. O'zi planda ham aytib qo'ying, o'zi plan boshqa bo'lgan. Dirmajon hozirlik banglatadigan olib kelish kerak edi. Kanday sunda eshik kirgandan dang'ir o'qimoqchi edik. Men hoji akam menga gaplashib qoladigan orada aytdi, Yazovonga kirganda telefon qilib qo'ygin, bo'ptimi uka dedi. Ha bo'pti dedim, uni so'ksa kerak, indamadim. Indamasdan. Telefon qildim hozir, Eskimazon telefon qildim. Telefon qilib bitta bemorda oldimadi. Ha, bo'lmasa. Bu yerdan chiqib o'ynab qilavering dedim, o'zi ertaroq kelish kerak edi. Chakram so'kadi. Yuringlar chiqadi. Boturjon. Kepsiz, eson-omon kelib olganingiz eng katta narsa. Qani o'zingizdan bo'ldi. Davomgir. Yuraveringlar. Yuringlar, obunachilar. Bitta pauza qiling. Ana bu kirdi. Bitta gap o'tadi. O'zing ham keladigan kun bor ekan. Qani, Boturjon o'tavering. Yo, behijot, o'ting. Bugun sizni hurmatingiz baland. Sening kuning bugun. Ha. Aka o'ting. Kadr ortida turadigan katta akalarimiz ham bor. Umidjon akamiz, Umidjon aka. Qani Allohim tinchlik xotirjamlik bersin. Topganimiz yaxshi kunlarga buyursin. Qatorimizdan xato bo'lmaylik. Sog' salomat xonadoningizga ham o'ynab kulib kirib boring. Alloh hamisha mana shunaqa yaxshi o'tirishlarimiz ko'payaversin. Yuzimizni Alloh yorug' qilaversin. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Charchamay kelib oldingizmi? Biz ham palatkalarda birga yotib birga turib yurdik. Endi bu idish ham Boturjon kutganmiding? To'g'ri kutmagandim. Telefonlashdi Anvar akam bilan. Yo'lda yana yo'l jo'raga kelishdi. Telefonlash gaplashgandik, boraman dedi. Chegarada Toshkentga. Yo'q. Hatto men ham borib olib kelaman dedim. Desam, yo'q, endi ras o'sha yerdan velosipedga keldim, oxirigacha kelsin. Endi velosiped to'g'ri, orada bir perevod chiqayotganda charchib ketdi. Lekin mana velosipeddan ko'ra peshkom yaxshiroqmi yo velosiped yaxshiroqmi? Xo'p. Peshkom ham yaxshi. Yo'q, velosiped yaxshiroq. Velosipedda ko'proq yo'l yurarkansiz. Ko'proq yo'l yuriladi. Nima? Keyin meniki perivalga to'g'ri keldi, peshkom. Chiqishda bunaqa qilib chiqarkansiz, engash bo'lsa. Bunda chiqib olarkansiz. Tushda orqa machasiga bunday qilib tusharkansiz. O'shanda belgi juda ortiqcha nagruzka kelib ketarkan. Perivaldan tushgan kunim
kechasi endi qabosda qaltiroq bosdim. Mana Shuncha kun deganda. nima dedi? Ikkita tunnelni o'rtasidan bir peshkom yurib bo'lmaydi. Mana boshida o'tirgan bo'lsa kerak. Men nimada perivalga chiqishda bitta postga keldim. Gaylar kamera yoqishdi, o'zlarining kamerasini men kim o'chirtirib tushuntirish olib O'zbekiston Respublikasi Qamchiq dovonida piyodalar yurish uchun yo'lakcha qurilmagan. Shuning uchun xohlasang o't, xohlasang o'tma. Nu yo'lda ushlab olsak, shtraf yo bir boshqaruv bo'ladi. O'tish mumkin emas dedi. Senga peshkom o'tish mumkin emas, lekin dedi, senga ogohlantirish beramiz dedi. Chunki ko'rsalaring hali chekka deb sariq oq liniyalar bor. Ana shu yerdan picha qolish kerak ekan. Undan keyin perivalda yo'q ekan unaqa narsa betonga. Opasniyda mashina tez kelib qolishi bor, xavfli haligi manevr bor, tormoz ishlamaydigan katta mashina, qancha mashinalar avariya bo'lib yonib ketadi misol. O'shani holatini oldini olgan holda to'g'ri gapirishibdi, ko'rayotgan bo'lsa. Men haqiqatan shu yerdan o'tib kelib tushundim, to'g'ri aytishgan. Dajaligi temirlar bo'ladi-ku, nima? Temirdan bag'da nimada yurdim endi. So'qmoq deydi. Yo'ldan tashqari so'qmoqda yurdim. Hatta ham qiyin ekan, qirrali toshlar ko'p ekan, tikanaklar, bu narsalar ko'p ekan. To'g'ri, oyoqqa botadi. Keyin ana shu yerda men olmam mashinada o'tdim, kechqurun o'tdim. Faqat nimani oldida, moy chechakni oldida bir to'xtadim. Keyin o'sha yerdan mashinada. Ammo o'shani ham ko'pchilik so'rashdi. Moychechak oldiga borganda quriting. Va o'sha narsani sinang, o'zingizdan bir ko'raylik. Motorchi yeyolmaydi. Uni ham mot qiling. Moy $100 pul yorolmasam ham harakat qilardim, moy chechakni o'zi yo'q ekansan. Hayondagi deb qo'ymadingizmi? To'g'rimi? Uniki boshqacha. Biz boshqasini deb qo'ydikmi? Uniki boshqasi deb qo'yadi. Yo, o'tkazib bordik. Tartib ko'rganda. Jahongir bilan bordik-ku, biz bilan bordik. Jizzaxga borganmiz. Yeyolmadik-da, xuddi. Yo, yeyolmasligi aniqroq, lekin sizlar pechenye yeydinglar, o'sha pecheniyeni ham o'sha minutda yeyolmadinglar. Chunki og'zidagi namlik yo'q bo'lib qoladi. Yo'q bo'lib qoladi hammasini. Bittadan, ikkita, uchta siz bo'laveradi, 4ta, 5tagacha yurasiz. 5ta, 6tani o'tgandan keyin og'zidagi namlik yo'q bo'lganda og'ziga yopishib qoladi. Tag'inangizga yutalmay ham qolar ekansiz. Qurutdimi? Pechenye, Qurutni ham suvsiz ichiladimi? Ha, qurut. Yo, suv bor ekan, har bitta bir suv bilan bo'lsa 100 ming 100 ming ekan. Suv bilan ichadigan qurut yeydigan bo'lsangiz 100 ming so'm, suvsiz qurut yeydigan bo'lsangiz $100. Ajala boshida limondan yeb turib nima qilsa suvi tez chiqadi-da, shaloq tez chiqadi og'izda. Ichida shalolot tugab ketgan. Shalolni qayerdan olsam bo'ladi? Bizlar qiyinchiliklar bo'ldi-da. Bo'ldi, shunaqa qilib o'sha yerda hamma perivaldan mashinada o'tdim. Yo'lda gaylar to'xtadi, ya'ni nimani chekkasiga ketasan, bag'da ketasan, to'xtab turib, bunday qildi. Gap o'tmaydigan mashinaga chiqib kel deb ogohlantirib nima qilishdi? Qabul qilib, uni perivalda o'sha tunnelga yaqinlashgan, tunnelning ichidan o'sha yerdan o'tdim. Mashina o'tdim. Zo'r. Hattoki haligi Qozog'istonlik kuzatib kelayotgan nima berish bilmasdan birinchi pul so'radi, birinchi pul beramiz desa yo'q dedingiz, birinchi nima yordam bosida olib ketamiz ham yo'q dedingiz. Oxiri maylanadi, yursang sovuq deb turman. Yechib ketdi-ku. Bekjon degan yigit Xirom tog'da juda yaxshi yigit ekan. Asqotda? Ha, Asqot. Endi hamma yo'g'im bor edi-da, pulam bor edi, qornim ham to'q edi, hamma yo'g'im edi. Endi ortiqcha narsa berishyapti, uni qayerga qo'yaman? Qayerga qo'yishsan? Qo'yadigan joy yo'q. Oxiri shartda yechib berdi. Anjolar sog' bo'lsin. Ha, rahmat oma, shunchalik qo'llab-quvvatlashdi. Ha, Mo'minjon ketyapsizmi? Mayli. Tur kundan bo'ldi. Nimaga? Sirazu 2 soat qolmasa Endi shoshilyapti. U oilaviy oilaviy kelishgan. kelishgan. Ha. Oilaviy. Mayli, yaxshi to'g'ri, pazon. Bo'ldi, yaxshi. Sevamiz, aloqadamiz. Ey, Tat. Ketib chiqing. sog' bo'ylab olsam, salomat bo'ylar. Bundan keyin ko'rishguncha turamiz. Kecha bugun ham kuzatib turinglar.